Shaftoli bargini kindikka qo'yib bog'lansa, qorindagi qurtlarni o'ldiradi. Guli va yaprog'ining siqib olingan suvi ichilganda ham shunday ta'sir ko'rsatadi. Shaftoli bargidan olingan suvini quloqqa tomizilsa, quloqdagi qurtlarni o'ldiradi. Burunga tomizilsa, undagi yomon hidni yo'qotadi. Maydalangan shaftoli bargidan teridagi jarohat va kuyishlarni bitqazishda foydalaniladi. Shaftolining ezilgan barglarini, absesslarni, kuygan jarohatlarni, ekzemalarni, neyrodermitlarni davolashda qo'llaniladi. Shaftoli bargi qaynatmasining iliq vannasi teridagi ekzemalar, temiratki ya'ni lishay, neyrodermitlarda, absesslarda, furunkullarda davolashda qo'llaniladi. Shaftoli bargi qaynatmasi va yangi sharbatini bosh og'rig'i va revmatizmni davolashda qo'llaniladi. Xitoy va Tibet xalq tabobatida shaftoli bargining qaynatmasini shamollash va isitmalarga qarshi vosita sifatida qo'llaniladi. Xitoy xalq tabobatida qaynatmani revmatik og'riqlar, bosh og'riqlari, ayrim oshqozon ichak kasalliklari, gastritlar, ich qotishlarda qo'llaniladi. Hind xalq tabobatida shaftoli bargi ich ketishini va dizenteriyani davolashda qo'llaniladi. Ilmiy tajribalarda shaftoli bargi ekstraktlarining zamburug'larga qarshi ta'siri aniqlangan.